Razmer? Oyog'ingizni. Ha. Oyog'imni razmeri 44 da. Ha, enim nonushtadan oldin medium, nonushta qilgandan keyin 4XL. To'rek deb yozib hazillashyapti. Hazillashim. Mana shunday chiroyli qilib. Ertalab tursam medium bo'laman. Ovqatlanganimdan keyin 4XL bo'lib ketaman. Men aytaman. Aha. Bu yoq qishimga detskiy mirdan qilasiz kiyimni. Kallang joydan detskiy mirda endi to'g'ri keladi, bo'yi to'g'ri kelmaydi. Pastdan detskiy mirda, tepasini vzrost. Pavzrost nima qilay? Rim razmeri necha? XL. XL. Nechi semizsan? Bunga toza kiyim bo'lsa bo'ldi, to'g'rimi? Ha, bunga toza kiyim bersa bo'ldi. Meniki 54, 42 oyog'im, yozda 43 kiyaman. Issiqda asfaltda sal tashlaydi oyog'i. Oyoq yanlan ko'p yurganmiz-ku shunda. 42,5 yozdim. Xo'p bo'ladi. Ha, sizlarda yarimtaligi ham bormi? Bo'lmasa menga ham yarimtaligidan bersin deyapman-da. Unda men sizlarga kiyim beraman. Xo'p. Ishni bugundan boshlaysizlar. Xo'p bo'ladi. O'zingiz tanishtirasiz, siz kim bo'lasiz? Men shu yerda ishlayman. Ismim Aysanyam. Menejerman. Otabek, Dilshodjon, Picasso River. Endi hamkasb ekanmiz, tanishib qo'yganmiz, yaxshi-da baribir. Qirralaringiz ochilayotganini qarang. Endi aytdim-ku, men Ko'rishni ko'rsating, bizga kiyimlar bering, ishni boshlaylik. Biz ham bola chaqali kiyganmiz. Qaqqa ber, bu yoqqa. Men orqamdan yuringlar. Siz orqangizdan? Orqangiz. Siz orqangizdan urushga bo'lsa ham boraman.